رسول الله حبيب الله نبي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Allah'ın rahmetini qo'llangan shaytonning ozdirib ketishidan Allohga sig'inib panoh talab qilaman. Nihoyatda shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Bizni butun koinotni yaratgan, bizni dunyo va oxiratlik nijotlik yo'li bo'lgan haq dini islom diniga hidoyat qilgan qudratli Robbimiz Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamdlari bo'lsin. Olamlarga rahmat qilib avatilgan Peygamberimiz Muhammad aleyhissalatu vesselamga, şu Cenab-ı Resulullah'ın ailesiga, Cenab-ı Resulullah bilan birga kecha kunduz harmay talmay, hech narsani aymay jihad qilgan barliq sahobalarga, ularning yo'liga izchil qiyomat kuni qadar ergishib mangan barliq mu'min musulmon birodarlarga Allohning rahmati va salomi bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli saboqdoshlar. Biz davomlashtirib kelayotgan Cenab-ı Resulullah'ın hayot tarixi haqidagi sirat darsimizni davomlashtirish uchun biz bugun atdigan saharda yana biz bu darsxonaga yig'ildik. Bugun o'qimoqchi bo'lgan darsimiz Cenab-ı Resulullah Taif'e berib, Taif'dan hech qanday bir o'limi bo'lmasdan, hech qanday bir natija bo'lmasdan mush Taif ahlininki mush Cenab-ı Resulullah'a qarshi hem Cenab-ı Resulullah'ı Mekke ahlidanmi ko'proq bir aziyat bergandan keyin Mekke'ga qaytib kelib, hamda Cenab-ı Resulullah bu qabila shaxslarga islomni to'g'ri qilish, islomga chaqirish harakatini boshlaydi. Arzul İslam alal qabail vel afrod. Mana bu islomni qabilalarga va shaxslarga to'g'ri qilish. Nubuvatning 10-yili Zilqa'da oyida, milodiya 619-yili bu iyul oylarının oxiri, iyun oylariningki dastlablarida Cenab-ı Resulullah Mekke'ga qaytib keldi. Mana bu islomni qabilalarga va shaxslarga qaytadan yangidan to'g'ri qilish, qabilalarni, shaxslarni islomga yangi boshdan chaqirish uchun Rasulullah Taif'dan Mekke'ga qaytib keldi. Mana bu haj mavsumi yaqinlashganligi uchun odamlarning o'zi Mekke'ga piyoda holatda. Hem bu jiroq musofalarni besib keladigan urug' tugilarga minib keladi. Nimishqa haj farzini ado qilish uchun. Hem odamlarning dunyo va din va dunyolik bo'lgan manfaatlarini ko'rish va uningga hozir bo'lish uchun. Yeni sonliq kunlarda, yeni mushu haj farz ado qilingan mushu tashriq kunlarda Allah'ın ismini eslash uchun mana bu Mekke'ga odamlar keladi. Cenab-ı Resulullah bu fursatni g'animat bilib, Resulullah ularning qishig'a mushu ularga islomni to'g'ri qilib, ularni islomga chaqirib, bundan burun nubuvatning 4-yilidan boshlab chaqirganga o'xshash kishilarni islomga chaqirish, kishilarga islomni to'g'ri qilish uchun qabila Resulullah geldi. Resulullah ulardan bu 10-yilidan boshlab o'zlariga joy berish, o'zlariga yordam berish ham o'zini qo'g'dashni talab qilishga boshladi. Allah Cenab-ı Resulullah'ın o arkalık peygamber kılıp evetken peygamberlik vazifesini yetkizüş için yüzünü qoğdaydıgan
o'zini himoya qiladigan, o'ziga yordam beradigan, o'ziga joy berishni talab qilishga boshladi. Al-qabailul-lati urida alayhal islom. Islom to'g'ri qilingan qabilalar. قال الزهري وكان ممن يسمى لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرض نفسه عليهم. Dedi İmam Zöhre, Cenab-ı Resulullah ularning qishig'i berib, yüzünü ularga to'g'ri qilib, ularni islomga chaqirgan, bizga atab berilgan qabilalarning ishidan Banu Amr ibn Sa'sa qabilasi, Muharib ibn Hasba, Fazara, Ghassan, Murrad, Hanifa, Sulaym, Abisa, Banu Nasra, Banu Bakka, Kindi, Kalbi, Haris ibn Ka'bi, Uzrat, Hazarimat qabilalar bo'ldi. Ularning hech bir qabila Janob Rasulullohning da'vatini qabul qilmadi, bunga ovoz qo'shmadi. Va hazihil qabail allati sammaha az-Zuhri lam yakun ardul islam alayha fi sanati wahid wala fi mawsimi wahid. Mana İmam Zuhri atgan bu qabilalarga islomni to'g'ri qilish, islomga chaqirish bu bir yilning ichida yoki bir haj mavsumining ichida bo'lmagan. Moşu nubuvvatning 4-yilidan boshlab hijratdan burungi eng oxirgi haj mavsumiga qadar bo'lgan oraliqda izchil shu qabilalarga islom to'g'ri qilingan, islomga da'vat qilingan. Ba'zan muayyan qabilalarga islomni to'g'ri qilganligiga muayyan bir yilni bekitish mumkin emas. Palon yilni palon qabilaga islomni tanlagan, islomga chaqirgan deb muayyan bir yilni atash mumkin emas. Lekin eng ko'p bo'lgan qarash, eng kuchli bo'lgan qarash nubuvvatning 10-yilda bo'lgan. Ama bu qabilalarga islomni qaysi usulda to'g'ri qilish, islomga qaysi usulda chaqirish, ularning bu islomga chaqirganlikqa qarata bergan javoblari qanday bo'ldi? Buni Ibn Ishoq o'zining Sirat nomli kitobida tilga olib o'tgan. Biz Ibn Ishoqningki tilga olgan bo'yicha biz tuvanda shuni ixcham xuloslab o'tirib qo'yamiz. Birinchisi Banu Kalb qabilasi. Janob Rasululloh Banu Kalb qabilasininki Bani Abdullah deydigan bir mahalla aymoqqa keldi. Rasululloh ularni Alloh tarafiga chaqirib, ularga o'zi bevosita o'zini to'g'ri qildi. Hatta innahu la yaqulu lahum ya bani Abdullah innalloha qad ahsana isma abikum falam yaqbilu minhu ma urida alayhim. Ey bani Abdullah, chuqum Allah sizlarning dadanglarning, ajdodlaringlarning nomini nayet chiroyli qildi. deb dedi. Mana bu qabilalar Janob Rasulullohning ularga to'g'ri qilingan bu islom haqiqatlaridan hech narsani qabul qilmadi. Ikkinchidan islom to'g'ri qilingan qabilalarning ikkinchisi Banu Hanif qabilasi. Mana Rasululloh ularning tug'an joygachilik berib, ularni Alloh tarafiga da'vat qildi, o'zini to'g'ri qildi. Arablarning ichidan bir odamning o'zi Banu Hanif qabilasi Rasulullohga bergan javobda bundoq eski nachar qabih javobni bir bakmagan edi. As-sani wa ata ila bani Amr ibn Sa'sa fada'ahum ila Allah wa arada alayhim nafsahu. Rasululloh 3-dan Bani Amr ibn Sa'sa qabilasining qishig'iga kelib, ular o'zini to'g'ri qilib Alloh tarafiga ularni da'vat qildi, chaqirdi. Mana o qabilaning ichidan bir odam, yana Bayharat ibn Firas deyiladigan bir odamning o'zi dediki, Alloh bilan qasam, agar men Qurayshlardan mushu bir yigitning o'zini elib olsam, men u orqali butkul arablarni yutib olaydim degan.
degan dediki bu ara'ayta in nahnu bay'anaka ala amrik. Xabar bergin deb bakkan agar biz sana senin bu işlerini bayat qilib, sen bilan birlikda bo'lsak, seni Alloh taolo sen bilan qarshilashgan kishilar ustidan g'olib qilsa, sendan keyin bu ish, ya'ni bu ishni tutish, bu ishni idora qilib boshqarish, bu huquq mansab ishlari bizga bo'lamdi deb so'radi. Qala al-amru ila Allah yad'uhu haythu yasha. Janob Rasululloh javob berib dediki, bu huquq ishlari, bu payg'ambarlik vazifasini ado qilish ham buni kengaytirish bu ishlar Allohga mansub. Allah buni xohlagan kishilarga berdi, xohlagan kishilarga xohlagan o'ringa qo'ydi dedi. Mana bu Buhayrat ibn Firas degan Rasulullohning o'ziga afatuh dafu nuhuruna lil arabi dunay. Fa iza azharaka Allah kana amru li ghayrina la hajata lana bi amrik fa abaw alayhi. Mana bu odam Rasululloh javob berib, ondaqa seni qo'g'dash yo'lida arablarning o'ziga bizning ko'kraklarimiz nishon qilinamdi. Seni Alloh xoliq qilsa, ish bizning g'ayrimiz uchun bo'ladigan. Dedi, bizning sening ishingga hojatimiz yo'q, deb Rasulullohning bu da'vatini, chaqiriqini qabul qilmadi. Va lamma raja'at banu Amir tahaddasu ila shaykhin lahum lam yuwafil mawsima لكبر سنه وقالوا له جاءنا فتى من قريش من بني عبد المطلب يزعم أنه نبي يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. بنو عامر قبيلesi bu yurtga qaytgan vaqtning o'zida bu yeshi cho'ngib qolganligi uchun bu qatimliq haj mavsumiga kelinmagan bir bovoyga so'zladi. Dedi ular bu bovoyga bizning qarshimizga Bani Abdul Muttallibdan bo'lgan Qurayshlikdan bir yigit keldi. O o'zini payg'ambar deb atadi. Bizni uni qo'g'dash, uning bilan birga turish, uni yurtimizga elib chiqishimizga chaqirib atadi. Bu shayx, bu bovoy o'zining qo'lini o'zining beshiga qo'yib dediki, ey Bani Amir qabilasi. Bu Quraysh xalqi uchun bir talafat bo'ptimi? Uning qo'yroqlari uchun bir talab, maqsadlar bo'ptimi? dedi. Falonning jini ening qo'l ilkida bo'lgan Alloh bilan qasam qilib aytamanki, o degan so'z faqat Ismoilga mansub. İsmail avlodlarining ichidan deydi, cho'qim u albatta haqdir. Ya'ni o'zinglar qaysi fikrda bo'ldinglar? O'zinglar mustaqil bir kelgan qarash fikrini qanday oldi deb so'radi. Al-mu'minuna min g'ayri ahli Makka. Makka ahlidan boshqa belak rayonlardan, belak qabilalardan Janob Rasulullohga iymon keltirgan mu'minlar haqida to'xtalamiz. Janob Rasululloh islomni qabilalarga kelgan o'maklarga, ya'ni Makkaga kelgan, ajiga kelgan o'maklarga to'g'ri qilganga o'xshash, bu ma'lum shaxslar, ayrim kishilarning o'zigami Rasululloh islomni to'g'ri qilgan. Ularning bir qismlaridan yaxshi javoblarga erishdi, ham Rasulullohga mushu mavsumdan keyin ozgina vaqtdan keyin bir qancha kishilar ishondi. Biz ular haqida qisqagina tonishtirish tushunchalarni tuvanda o'tirib qo'yamiz. Al-avvalu Suvayd ibn Samit. Birinchidan Makka ahlidan bo'lmagan, belak rayondan bo'lgan Rasulullohga iymon keltirgan shaxslarning birisi Suvayd ibn Samit. Kana shoiran labiban min sukkani Yasrib. Mana bu intayin zirak, hushyor, aqlli shoir edi. Bu Yasrib aholisi, ya'ni Madina aholilaridan edi. Buni uning qavmi Kamil deb ataydi. Nimishqa deganda bu har tarafdan mukammal deb ataydi. O intayin kuchli bo'lganlikdan ham uning she'ri,
ve onun cemiyette öz kavminin içinde bu nami abruyu boğalığı. Enin nesibimi intayin oluq şərəflik boğalığı için bunu kamil deb atagan. Mana bu Mekke'ge hac yak ömrünü maksat kılıp Mekke'ge geldi. Onu Cenab-ı Resulullah İslam'a çağırdı. Dedi bu la'allellezi ma'ake mislellezi ma'iyye. O sen bilen boğan nasi şu men bilen boğan nasinin okuşu bağdı dedi. Onun Cenab-ı Resulullah dedi ki ve mellezi ma'ak sende neyim bağ dedi. Dedi bu cevap verip Luqman Hakim'nin hikmetlik sözleri bağ dedi. Qala a'rizha alayya dedi Cenab-ı Resulullah onu bana bir doğru kıla ben bir tanışıp bakayım. O Resulullah onu doğru kıldı. Resulullah tanışıdı. Onun Cenab-ı Resulullah dedi ki inne hâzâ lekelamun hasen vellezî ma'iyye efzelu min hâzâ Kur'anun enzelehullahu teâlâ aleyye huve huda ve nur. Çoxum bu intayin yaxşı bir sözken. Men bilen boğan söz bunundumu evzel bunundumu yaxşı. O bir Kur'an ki yani Allah bana düşürüp verdi. Bu Kur'an kişilerge hidayettir. Yani kişilerin dünya ahiretlik hayat yolunu gösterdiğin görsetme hem bir nurdur dedi. Onun Cenab-ı Resulullah Kur'an'ı tilavet kılıp okup hem onu İslam'a çağırdı. O cayda Müslüman oldu. Dedi o bu intayin yaxşı çıraylık sözken dedi Medine'ye geldi. Uzun kalmay Evis bilen Hazraj oturusu yüz bergen bir jangda öldürüldü. Bu alaka Boğaz günüdün burun. Yani bu tarihte Boğaz gün deb atalgan bir gün var. Bu Evis bilen Hazraj'da oturusu da bu intayin igir bir qatliam kılıngan. Her ikkili taraftan bu öldürülgen adam sani intayin köp boğan bir uruş, bir jang olup bu günüsü tarihte Boğaz günüsü deb atalgan. Mana muş gündün burunqi Evis bilen Hazraj oturusu yüz bergen bir vaqalikda öldürülüp ketdi. En güçlü qarash o olsimi Nubuvatning 11 yılının peşinde Müslüman bo'lgan. Al-Asani İyas ibn Ma'az. Yani Mekke ahlidan olmagan başka bilek yurtluq Resulullah'a iman keltirgen Müslüman bo'lgan şahslarning ikincisi İyas ibn Ma'az. Kana gulaman hadasan min sukkani Yasrib. Qadima fi vaqtin min al-Aws. Ja'u yaltamisuna al-hilfa min Quraysh ala qawmihim min al-Khazraj. Mana bu İyas ibn Ma'az bu Yasrib'da yani Medine'de o'ltiraqlashgan aholilarning ichidan yeshik-kishik bir bola edi. Bu Avis qabilasidan bir o'mak ichida kelgan edi. Ular Qurayshlardan o'z qavmi bo'lgan Hazraj qabilalariga qarshi bir yordam ittifoq izlab kelgan. Yani aşı olsun Boğaz urushidan azroq ilgari Nubuvatning 11 yilning beshida bo'lgan. Bu ikki qabila yine Avis bilan Hazraj. Yine Avis qabilasininki bu odam soni Hazraj qabilasidan azroq edi. Mana bu ikki qabila o'rtasida Madinada taq dushmanlik o'tlari lavuldab turayotgan, yenayotgan edi. Cenab-ı Resulullah ularning kelganligini bilib, ularning qishig'i keldi, ularning qishida o'tirib dediki ularga hallakum fi khayrin mimma ji'tum la. Sizlar uni deb kelgan, o maqsadni qilib kelgan ishdimi, yaxshiroq bir ishga ehtiyojingiz bormi? Bu yaxshiroq bir ishga sherik bo'lganingiz bormi dedi. Dedi ular va mazak. Bu yaxshiroq ish qaysi dedi. Dedi Cenab-ı Resulullah, ana Resulullah ba'athani ilal ibad ad'uhum ila an ya'budullaha ve la yushriku bihi shay'an ve anzala alayyal kitab dedi. Men Allah'ın elçisi. Meni Allah bütün bendelerge peygamber kılıp evetdi. Men ularni Allah'a ish narsin sherik keltirmay, Allah'a ibadet qilishga chaqirman. Bana Allah bir kitobni tushirib berdi dedi, ularga islomni so'zladi. Ularga Qur'onni tilovat qilib o'qib berdi.
Dedi İyas ibn Muaz, ey kavmin, ey kavm, mana mushu Alloh bilan qasam, sizlar onu deb kelgan ishdan yaxshiroqdir dedi. فأخذ أبو الحسين أنس بن رافع رجل من الوفد حفنة من تراب البطحاء فرمى بها وجه إياس. Mana bu Abul Husayr, yine Enes ibn Rafi' degan kishi, bu Ümek bilan birga kelgan kishi edi. Bu shu sayliqdan bir o'chum to'pini oldi qo'liga, uni bilan Iyosning yuziga etib dediki, "Da'na, bizni qo'y. Bizni ishimiz bilan qo'ygan hayotim bilan qasam qilib aytamanki, biz bu ishdan boshqa bir maqsad, boshqa bir ish uchun keldik" dedi. İyos yesh kichik bo'lgandan keyin o jim turib qoldi. Janob Rasululloh o'rnidan qo'pab turdi. Ular Madinaga bu Qurayshliklar bilan bu kelishim, ittifoq tuzish jihati muvaffaqiyat qozonolmasdan ular Madinaga qaytib keldi. Ular Madinaga qaytib kelgandan keyin uzun qolmay İyos u yerda tugab ketdi. Janob Rasululloh bu İyos o'lib ketgan chog'da Alloh tahlil etdi, Allohga takbir etdi, Allohga hamd sano etdi, tasbih etdi. Mana bu sahobalarning o'zi, kishilarning o'zi uning musulmonlik holatida o'lib ketganiga shak qilmaydi. As-salisu Abu Zarr al-Ghifari. Mana bu Makka ahlidan boshqa belak rayonda musulmon bo'lgan kishilarning uchinchisi Abu Zarr al-Ghifari. Mana bu Abu Zarr bo'lsa Yasrab atrofidagi aholilardan edi. Mana bu Suvayd ibn Samit, İyas ibn Muaz sababli Janob Rasulullohning payg'ambar qilib avatilganlik xabari bu Madinaga yetib kelgan vaqtda bu xabarning uch-qo'llari Abu Zarrning qo'liqog'imi yetdi. Hem mushu xabarning yetib kelishi Abu Zarr radhiyallohu anhuning musulmon bo'lishiga sabab bo'lgan. Bu haqda İmam Buxoriy ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq bir hadisni rivoyat qiladi. Dedi Ibn Abbas radhiyallohu anhu, dedi Abu Zarr radhiyallohu anhu, men G'ifar qabilasidan bo'lgan bir odam edim. Bizga bir odamning Makkadan chiqib o'zini payg'ambar da'vat qilganlik xabari yetdi. Dedim men mening qarindishimga, sen o odam qashig'i berib, o odamga so'zlab boqqan. Menga o odamning xabarini aytgan dedi va uning qarindishi Makkaga keldi, Rasululloh bilan uchrashdi, o yeni Madinaga qaytib keldi. Ma'indak dedim men qarindishimga nimba sanda desam, dedi o Alloh bilan qasam, cho'qim men bir odamni ko'rdimki, yaxshilikqa buyuruydi ekan, yomon ishlardan to'sadi ekan. Dedim men meningga lam tashfini minal xayr. Menga bu aytgan xabaring meni qanoat qildirolmadi, mening ko'nglimni taskin topqizmadi. Men andagi hujumni ostina oldim, men Makkaga yuzlandim. Men o Makkada hech qanday bir odamni tonimayman. Men o Rasululloh to'g'riliq bir odamdan so'rashni yoqtirmadim, yaxshi ko'rmadim. Men Zamzam suyini ichaman, masjidda bo'laman. Dedi Abu Zarr radhiyallohu anhu, mening qashimdan eli o'tdi. Dedi eli ka'annar rajulu g'aribun. Ka'annar rajula g'aribun. Sen xuddi bir sirtdan kelgan g'arib musofirdek odam bo'lsan dedi. Dedi Abu Zarr radhiyallohu anhu, men dedimki shundoq desam, dedi Ali radhiyallohu anhu, fantaliq ilal manzil. Men uyga mong. Dedi men Ali bilan birga mongdim. Mendan bir narsa to'g'riliq umid so'ramaydi, men uningdan ham so'ramadim, uningga kelganlik ahvolimni demadim. Men tong otdim, atgallab yeni masjidga keldim. O Rasululloh to'g'risidan so'rash uchun. O men Rasululloh haqida bir ma'lumot bergidek bir odam yo'q. Dedi Abu Zarr radhiyallohu anhu, mening qashimdan ikkinchi qatim eli yeni o'tdi, dedi eli. O taxi o'z o'rnini, taxi bu odamga o'z o'rnini tunaydigan bir vaqt kelmadimi sana? Dedi. Dedi Abu Zarr radhiyallohu anhu, dedim men yo'q desam, dedi eli, men bilan dedi.
Dedi Abu Zar radıyallahu anhu. Andikin dedi eli ma emruk. Senin işin ne mi? Sen ne için geldin? Ve ma akdemeke hazal buldu. Sen bu şehirge senin nemeye geldi? Dedi Abu Zar radıyallahu anhu dedim ben eliga in ketemte aleyye akhbertuk. Eğer mende yuşursan ben sana tepkirme. Başkalar demeyse dedim. Dedi Ali radıyallahu anhu şunda kılma dedi. Dedi Abu Zar radıyallahu anhu dedim ben eliga yetti bizge çoğum müşahede bir adam çıkıptı. Bu adam Allah'ın peygamberi davutuptu. Ben kardeşimle Mekke'ye evettim. Onun olan sözlüş. Şimdi evetken idim, o kaytıp geldi. O bana bir kalbimni xursand qilg'idek, ko'nglimni aram topqizg'idek bir xabarni aytgan mana. Men uni bilan o'zim uchrashishni iroda qilib keldim dedim. Ondan keyin dedi Ali raziyallohu anhu Abu Zar raziyallohu anhuga ama innaka qad rashad. Endi aqlingni topding. Mana mushuddal o tarafga mening nishonim shu tarafga turadi. Onda qo'z men nega kelsam, nega borsam, eshak borsa. Men agar bir odamning sana bir aziyat berishidan ansirgan, xavfsirgan bir odamni ko'rib qolsam, men tam tarafga qo'pib ketaman. Xuddi bir oyog'imni o'ngshayotgandek tam tarafga qo'pib ketaman. Sen oldin qarab menga bersa dedi. O aldı qarab menga verdi, men onun bilan birga menga verdim. O Resulullah'ın qashig'iga kirdi, men onun bilan Resulullah'ın qashig'iga kirdim. Men Rasululloh dedim, "A'riz alayyal islom." Menga islomni to'g'ri qil dedim. Rasululloh islomni menga to'g'ri qildi. Men joyimdan musulmon bo'ldim. Dedi Rasululloh menga, "Ya Abu Zar, akuntum uktum hazal amra. Verci ila beledik feyza belagake zuhuruna faqbil." Ey Abu Zar, bu işni yuşu. Yurtuna qayt. Sana bizning g'alaba qilganligimiz xabari yetib qolgan vaqtida biz tarafga yenib kel dedi. Dedim men seni haq bilan payg'ambar qilib avatgan Alloh bilan qasam qilib aytamanki, ularning orasida bu haqiqatni oshkoriga qolayman. Dedim, masjidga keldim. Masjidil Haromga keldim. Qurayshlar shu masjidga. Dedim men ey Qurayshlar jamoati. Men Allohdan boshqa hech qanday bir ilohiy kuch yo'q deb guvohlik beraman. Muhammad Allohning bandasi, Allohning payg'ambari deb guvohlik beraman. Desem ular deyishdik, qo'ponglar, ma o'zining ota-bobosining dinini tashlab, ma yangi dinni qabul qilgan, ota-bobosining dinidan chiqib ketgan, ma'ning qashi qo'ponglar dedi. Ular qopab keldi, men o'lib ketgidek urdi. Meni Abbas uchirtib qilib, o menga yuzini otdi, ondan keyin ularga oldini qilib dediki, "Voy siz sizlarga G'ifar qabilasidan bir odamni o'ttiramsizlar. Sizlarning tijoratinglar, sizlarning shu tijorat qilish uchun o'tadigan yo'linglar shu G'ifar qabilasidan emasmi? O mendan taqilinglar, o'zinglarni chiroq qochinglar." Ertasi tong otdim. Men yana qaytib keldim. Dedim men taqa tunagun degan so'zning o'qishini yana dedim. Dedi ular, yana ma'o ota-bobosining dinidan chiqqan shaxsning qashi qo'ponglar dedi, ma'o tunagun qilgan qilmishlarini yana qildi. Yana meni Abbas tepib yana o'zini otdi menga, dedi o o'zining tunagun so'zining o'qishini dedi. Mana bu Makka ahlining sirtidan bo'lgan musulmon bo'lgan shaxslarning to'rtinchisi Tufayl ibn Amr ad-Daws. Mana bu o'z qavmining ichida obro'li ham talantli ziyrak shoir edi. O Davis qabilasining boshlig'i edi. Mana buning qabilasiningki bu bir qism Yaman noilariga o'xshash yerim boshqarish va butun boshqarish ayda hokimiyat sistemasi bor.
O nübüvvetin 11. yılı Mekke'ye kadem keltirip geldi. O Mekke ahlinin özü o Mekke'ye gelişten burun aldığı çıkıp karşı aldı. Ola bu Tufayl ibn Əmir'e intihar zor ihtiramlarını kıldı. Ola Tufayl dedi ki, Tufayl, sen bizden yurtumuzga gelip kaldın. Bizden aramızdaki adam bizge ağır bir müşakkatlarını, kıyınçılıklarını hep geldi. O bizden cemaatimizni, bizden birlik ittifakımızı parçalavatdı. Bizden işlerimizin çiçevattı. Onun sözü xuddi sihir sözge okşaydı. Bu tadı bal oturusuna ayrı ötüp vardı. Qeyrindaş oturusuna ayrı ötüp vardı. Ayal oturusuna ayrı ötüp vardı. Biz sana senin kavminge bu bizge kelgen bu musibetin kelişinden korkumaz. Sen onunla sözleme, onundan hiçbir narsaga kulak salma, anlama dedi. Deydir Tufayl, Allah olan qasam ola davamlıq muş nasihatlarını qıldı. Men o Rasulullah'ın iş narsini anlamaslık, onun hiç qandaq bir söz qılmaslık iradesiga kelib, men mescidga bağa vaqtimda qulğumga paxta qilib aldım. Bana o Rasulullah'ın sözlerinin bir narsinin yetib kelishidan ayrılgan aldı. Dedi Tufayl, men yine mescidga atgallab bordim. O Rasulullah Kabe'nin qaşida yurturup namaz o'qitibdi. Men onunga yaqinroq turdim. Allah bana onun bir qism so'zlarini anlattı. Men intayin yaxshi bir so'zlarni anladim. O'z ko'nglim dedimki, voy, anisi yig'lab qolsin. Allah bilan qasam cho'qim men bo'lsam, intayin talantli, serak bir shoir kishi tursam. Bana bu yaxshining yomonlikdan maxfiy bo'lmaydigan tursa. Onda qo'g'anda bu odam da'vatgan so'zni anglashim nima tursudu? Agar uning qilgan so'zi ko'nglimga yiqib, yaxshi bo'lib qolsa, uni qabul qildim. Agar yaxshi bo'lmay qolsa, uni joyida tashlab qo'ydim-ku dedim. Men azroq turdim, o o'rnidan qopab o'zining uyiga qaytib mangdi. Men uning orqasidan ergishib mangdim. O o'zining uyiga kirdi, uning bilan birlikda Rasulullahning qashiga men kirdim. Rasulullah'a mening kelganlik hikoyalarimni to'g'ri qilib berdim va kishilarning meni qo'rqitganliklarini, qo'lig'imga paxta tiqib olganligimni, ondan keyin Rasulullahning bir qism so'zlarini anglaganlik va hikoya ahvollarimni hammasini deb berdim. Dedim men Rasulullah'a ariz alayya amrak. Men sening ishingni to'g'ri qil. Dedim Rasulullah bana İslam'ını to'g'ri qildi, men Qur'onni tilovat qilib berdim. Allah bilan qasam, men bundan burun bundan yaxshiroq bir so'zni anglab boqmagan edim. Bunda adil bir ishni anglab boqmagan edim. Men joyimda musulmon bo'ldim, haq guvohlik etdim. Dedim men Rasulullah'a inni muta'un fi qavm va raji'un ilayhim va da'ihim ilal islam. Men bo'lsam qavmimning ishida itoat qilinadigan kishi. Men ular tarafga qaytib berib, ularni islomga chaqiraman. Allohga duo qilgin, menga bir mo'jiza, bir alomat qilib bersin dedim. Rasululloh duo qildi. Ham bu Tufaylninki musulmon bo'lganlik haq ustida ekanligi bo'lgan bir belgi alomat. O qavmiga yaqinlashgan vaqtida Alloh uning yuzida bir chiroq o'xshash bir nurni qildi. Andikin dedi Tufayl, Allahumma fi gayri vecih. Ey Allah, bu nurni mening o'zimdan boshqa yerga qilgin. Men kishilarning bu asar chiroy o'zgartish, bu husn to'zash deb deyishidan qo'rqdim. Andikin nur bu Tufayl ibn Amirning qamchisiga o'zgardi. O o'zining dadisini, o'zining ayolini birinchi bo'lib islomga chaqirdi. Bu ikkisi musulmon bo'ldi. Hem onun kavminin İslam'a girişi biraz geçti. Lakin bu Tufayla bu şüphamayı davamlı olanı İslam'a çağırdı. Bu Tufayl Xandaq uruşudan keyin hicret kıldı. Onun olan birlikte 70 yoki 80 aile var. Mana bu Tufaylining amri doğrusu İslam'da acayip kahramanlıklarını gösterdi. O Yamami günüse şehit halatda öldürüldü. Mekke'nin sırtıdan Müslüman bo'lgan kishilarning 5-si Zimadul Azdi. Mana bu Zimadul Azdi olsa Yemenning Azdi Shanu'a degan qabilasidan edi.
Hem o sükeşlik kılıdığan Dahan kişiydi. O Mekke'ye geldi. Mekke'nin akılsız deven kişilerden bu Muhammed saran olup kaldı, cince bulup kaldı, davat kaldığını anladı. Andayken bu zımatның özü dedi ki, eğer ben aşağıdanın kışığa balsam, Allah benim kulum arkalık şu adamınki cin kesligi şifalık bir karışı mümkün dep oyladım. Andayken o Resulullah ile uçuraştı. Dedi, ay Muhammed, çoğum ben bir sükeşlik kıldıgan Dahan. Seninki bir mende davalanışın ihtiyacın var mı? Dedim. Dedi Cenab-ı Resulullah, innel hamdalillah, nahmaduhu ve nesta'inuh, men yahdihillahu fela mudilla leh, ve men yudlilhu fela hadiye leh, ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh, emma ba'd. Yine Allah çeksiz hamdülere olsun. Biz Allah hamdeytimiz, Allah'ın yardım talep kılımız. Allah kandak adamını hidayet kıysa o kişini azdırıdığın kuş yok. Kimniki Allah hidayet kılmayı az kulluk kaldıysa o kişini hiç kim hidayet kılamaydı. Allah'tan başka hiç kandak ilahi kuş yok da kuvalık vermen. O Allah yalğız, o Allah'ın şerigi yok. Muhammed Allah'ın bendisi, Allah'ın elçisi de kuvalık vermen. Dep bu kuvalık sözünü dedi Cenab-ı Resulullah. Fekala Cenab-ı Resulullah bu kuvalık sözünü digendin ki bu el-kısmat ezde dedi ki e'id aleyye kelimat kavla ve bana diğer sözlerinin kayıtını bir depre bana dedi o sözlerini onun Cenab-ı Resulullah 3 katım kayıtırmalap depredi. Andayken dedi zımat ezde men kahillerin sözlerini mi, sihirgerlerin sözlerini mi, şairlerin sözlerini mi anlap bakkan men onların bunundaki sözlerini anlap bakmagan edim dedi. Mana bu söz olsumu mezmun cihette denizde aynda çoğunkur bir mezmunga ekan. Qo'lingni aka, men sana islomga bayat qilaman dedi, Rasulullahga bayat qildi. Sittu nasamatin tayyibatin min ahli Yasrab. Mana Yasrab ahlidan bo'lgan, ruhiyati, qalbi pok bo'lgan 6 shaxs. Nübüvvetin 10. yılı Həcc mevsumdu. Miladiye 620. yılı iyun aylarında İslami davet yaxşı bir uruqni tapdı. Bu uruq tızlam, naitib quyuq, zich bo'lgan bir ormanlıqqa daraxtzorlikqa o'zgardi. Müslümanlar bu ormanlıqның, bu daraxtzorlikның mol sayısı içinde bu zulmның, tajovuzchilikning kuchqunlaridan saqlandı. Mana bu daraxtliklar, bu ormanlıqlar hadislarning aqlini o'zgartirdi. Tarix qadimini, tarix sizqini o'zgartirdi. Mana bu Cenab-ı Resulullah'ның Mekke ahlidan uçurgan bu inkar qilishlar, yolg'onga chiqarishlar, Allohning yo'lidan to'sishlarga qarta qo'llangan hikmat donalarining ichidan Cenab-ı Resulullah qorong'u kechiliklarda, ya'ni kechining qorong'ulik holatlarida qabila chiqardi. Nimishqa Rasulullah bilan ularning o'rtasida Mekke ahli bo'lgan mushriklardan biri odamning to'sqinlik qilib qolmaslik uchun Cenab-ı Resulullah bir kechisi chiqdi. Rasulullah bilan birlikda Abu Bakr Aliba. Rasulullah bu Zuhli qabilasi Shaybon ibn Salaba mahallaridan o'tdi. Ularga islom haqida so'zladi. Abu Bakr bilan Zuhli qabilasidan bir odam o'rtasida ajoyib yumrustik savol-javoblar bo'lib o'tdi. Banu Shaybon qabilasi eng umidlik bo'lgan bir javoblarni berdi. Lekin ular islomni qabul qilishda biroz to'xtab turdi. Cenab-ı Resulullah bu Minadagi davanning qashidan o'tdi. O'zaro paranglashayotgan bir bilik odamlarning ovozini anglab va u parang qilishgan o odamlarni maqsad qilib ularning qashiga keldi. Hem ular Madinalik, Yasrablik 6 yosh edi. Ularning hammasi Hazraj qabilasidan edi.
Ular olsun birincisi Asad ibn Zurara, Beni Neccar kabilesinden. İkincisi Avf ibn Haris ibn Ribaat ibn Afra. Üçüncüsü Rafi ibn Malik ibn Eclan, Beni Zuray kabilesinden. Dördüncüsü Kutbat ibn Amr ibn Hadid, Beni Selme kabilesinden. Beşincisi Ukbat ibn Amr ibn Nafi, Beni Haram ibn Kabe kabilesinden. Altıncısı Cabir ibn Abdullah ibn Riab, o Beni Ubayd ibn Ghanem kabilesinden. Mana Yasrab ahlininki baxtlik buluş sebeplerinin qatarından çoxum ola. Özlerinin ittifaqdaşları Medinedeki Yahudlarının özüden anlagan edi. Ularning arasida ma'lum bir narsa bor. Çoxum payg'ambarlarning bir payg'ambar mushu zamonda payg'ambar qilib avatiladi, o mushu zamonda chiqadi. Biz onuga erishimiz sizlarni onun bilan birlashib turib, ot va elanni o'tdagandagidek o'ltirimiz deydi. Ularninga Janob Rasululloh qatilib, dedi Rasululloh ularning o'ziga "Man antum, sizlar kim o? Sizlar nereden?" dedi. Qalu nafarun minal Khazraj. Dedi ular biz Khazrajlikdan bo'lgan bir kishilar dedi. Dedi Janob Rasululloh min mavalil yahud. Yahudlarning ittifoqdashimi dedi. Ey hulafai. Dedi ular ha dedi. Dedi Janob Rasululloh unda qos bizdan o'tamam sizlar masalaga bir so'zlay dedi. Dedi ular bo'ladi. Ular o'rtada Rasululloh bilan birlikda. Rasululloh ular islom haqiqatini, islom da'vatini izohatlab tushundirdi. Ularni Alloh azza va jalla tarafga chaqirdi, ular Qur'onni tilovat qildi. Ular o'zaro deyishdiki, bilisizlar, Alloh bilan qasam qavm. Cho'qim u o'simi sizlarga Yahudlar qo'rqoq solgan payg'ambar shu. Sizlar bu payg'ambarga ilgari bo'lganmisin, ular sizlar oldiranglar uning da'vatini ijobat qilishga musulmon bo'linglar deyishdi. Mana ular o'simi Yasrabdagi aqlli kishilardan edi. Ularni tek yaqinda o'tgan yerlik urushlar tek oldidan ketkizib o'tgan edi. Tek o urush davomli, tek o urushning yolqinlari, tek kuchqunlari kuchib yurmoqda edi. Mana o Rasulullohning da'vat tashviqotininki mush urushni to'xtatishga bir sabab bo'lib qolishni orzu qildi. Dedi ular biz qavmlarimizni tark etdik. Mana o qavmlarimizning orasida, ularning orasida tek bo'lgan bu o'chmanlik eskilikning o'zidan ikkinchi bir qavmlarning orasida yo'q. Ularni Alloh taolo sen sababli birlashtirib qolishi mumkin. Dedi biz ularning qashiga yaqinda boramiz. Ularni sening ishingga chaqiramiz. Biz ularga sana ijobat qilgan bu dinni ularga to'g'ri qilamiz, ularni bu dinga chaqiramiz. Eğer ularni Alloh taolo sening qashingga to'plab bersa, sendan aziz bir odam bo'lmaydi. O'sha odamni Madinaga qaytib borgan vaqtida ular Madinaga islom maktubini ko'tarib apadi. Ansariylarning oilasidan bir oila qolmadi, faqat qolsa shu oilada Janob Rasulullohning zikri gap so'zlari bo'lib o'tdi. Istitrat zavaji Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem bi Aişete radıyallahu anha. Janob Rasulullohning izchil Aisha radhiyallohu anha bilan yangidan turmush qurish. Nubuvatning 11-yili mush yili Shavvol oyida Janob Rasululloh Aisha Siddiq radhiyallohu anha bilan turmush qurdi. Mana Aisha radhiyallohu anha 6 yoshda edi. Mana onun bilan Medine'de birlikte bo'ldi Janob Rasululloh. Hicratning dastlabki yili Shavvol edi. Halbuki Aisha 9 yoshda edi. Bugungi darsimiz mishada oyoqlashadi. Alloh hammamizni bu darsdan manfaatlangilar, muvaffaq qilsin. Alloh hammamizni Janob Rasulullohning asl axloqlari, Janob Rasulullohning barliq ish izlarini hayotimizda o'rnak qilib manishqa muvaffaq qilsin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.